15-20 yaşlarımızda yurtlarımızdan ayrılıp yo'linadigan tog'dek otimiz, quchqig'i beshimizni qo'ydigan mehribon onamiz yo'q. Issiq bir oilaning hasratini chekib, o'zimizga baxtsizlik tamg'asini urmoqchi bo'lganimizda aqlimizga sen kelding, Rasululloh. Sabiy turibla 4-5 uyda cho'ng bo'ldim. Na muqim uying bo'ldi, na erkilaydigan ota-onang. Dadisiz yetim eding dunyoga ko'z ochganingda. 6 yoshga kirmayla onangni, 8 yoshingda cho'ng dadangni u dunyoga uzatding. Kichikkina turib, bu fani dunyoda sen yo'langudek bir tayanchning yo'qligini o'rganding. Bizmi ishongan tog'larimiz yemirilganda, qarindosh deganlarimiz satqanda, umidlarimiz manfaat ko'langilarida g'oyib bo'lganda seni asladik, ya Rasululloh. Dushmanning paskashligidan, insonlarning maydonsizligidan, dunyo tortiyotgan xonu vayronchiligimizdan buzilgan kayfiyatimiz, benormal psixologiyamiz tufayli bir-birimizga berayotgan azorlarimiz haqida qalbimiz bir oz tinchigan vaqtlarda qayta o'ylanganimizda seni asladik va sening mu'min bo'lmay turib jannatga kirolmaysizlar. Bir-biringlarni yaxshi ko'rmagicha mu'min bo'lolmaysizlar degan so'zingni ham asladik. Bu dunyoda jannat vatanimizdan ayrildik. Hech bo'lmasa u dunyoda jannatsiz qolmayli deb ansirdik, ya Rasululloh. Bugungi bu ahvol qilishimizni har xil yo'llar bilan tushuntirishga tirishib, zahar xandatillar bilan bu Allohning g'azabi degandek satsaplarni to'qib, ruhimizni, ishonchimizni o'ltirmoqchi bo'lganda seni asladik. Sening va sabdoshlaringning yurtlaridan qo'g'lanishini, oxirida bo'lsa zafar bilan qaytishini ham asladik, ya Rasululloh. Taqvo jangovar yoshlarimiz dushmanning qiltig'iga tushganda, islom davlatlari dushman bilan bir sapdan yer olganda, niyatlari pokiz, oq ko'ngil insonlarimiz lagerlarga qamilib, jahon yaxshilardan yuz o'rganda, shayton qalbimizning chunqur yerlaridagi iymonimizga savol tashlash bilan oldirmoqchi bo'lganda seni asladik. Va ko'z yosh to'kidi. Ko'ngil beorom bo'ladi. Ammo bu til Alloh norozi bo'ladigan bir jumla so'zlamaydi degan gaplaringni ham asladik. Ya Rasululloh.